Assalomu alaykum. Men Turopa Mavjuda, Yangiyo'l shahridanman. 68 ga kiraman, xudo xohlasa. Meni niyatim mana shu arab tili o'qishida. U yoqdan ozgina o'rgandim, lekin xatolari ko'p bo'ldi. Xato bo'lgani uchun uncha joylarda uyalardim. Keyin Dona akademiyasini YouTube'da videosini ko'rib qoldim. So'radim, telefon qildim. Kuzdan boshlab sal-sovg'ada menga yaxshi edi, kelishni boshladim. Nima deydi? Bu xuddi men o'zim orzu qilganday ekan. Xohlaganimdek bitta o'qituvchi o'rgatsinlar desam, ustoz o'rgatsam bitta ustoz berishdi. Ustozim Lolaxon juda yaxshi, talaffuzlari chiroyli, tushuntirishlari chiroyli. Bu yerdagilar hammasi yaxshi ekan. Yoshlar ham bor ekan. Yoshlar ham menga o'rgataman dedi. Qarasam, yoshlarda o'rgangan rostlasam uyaldim uncha. To'g'risi, keyin yoshlar juda ham fikr kuchli, bilimi kuchli ekan. Men xuddi eski kompyuterga o'xshab ularga yeta olmadim. Shuning uchun sal anaqa desam, ular yosh, lekin Bulola xonim, lekin bizga moslab tushuntiryaptilar. Tushuntirgan narsalarni tushunyapman. Haligi xatolarimni ko'ryapman. Men xursandman. Bu markaz ozoda, toza, hamma tomondan xulqi ham, odoblari ham, muomalalari ham go'zal ekan. Xursandman. Agar kim o'rganishni xohlasa, chin dildan kelishlarini istardim. Birga bo'lardik.